Hayratimga eng ko'p keladigan savollar haqida gaplashamiz. Bu biznesga qanaqa qilib kirib qolgansiz deyshadi ko'pchilik qizlar. Men oddiygina bitta krem, atir uchun kirib qolganman. Misol, mana shu kremni olmoqchi bo'lganman va menga ofisdagilar taklif berishgan. O'zingiz a'zo bo'lib oling, 20% skidkada olasiz. Yo'q, rostdanmi deganman. Ha, rostdan deyishgan va o'sha paytda men a'zo bo'lgan paytimda ham sovg'asiga atir qo'yilgan. Yana deyishgan 375 ming so'mlik xarid qilganingiz uchun men Beauty Cafe atirini yaxshi ko'raman. O'shanda Beauty Cafe'ni oddiysi bo'lgan u paytda. Beauty Cafe atiringizni yana tekinga olasiz deyishgan. Voy rostdan men 200 mingga oladigan atirimni tekinga olaman. Men 375 minglik mahsulotni 20% skidkada olganim uchun yana atirim tekingamni deb ishonmaganman, to'g'ri qizlar. Lekin xuddi shunaqa bo'lgan. Va men kompaniyaga a'zo bo'lganman, mahsulotlarni 20% skidkada olganman. Undan keyin keyingi katalogda sovg'amni tekinga olganman va o'sha bu biznesga qiziqib ketganman. Va mana hozirda juda ham ko'p shogirdlarim bor. Kompaniyada o'zimga yarasha zvaniyam bor qizlar. O'shaning uchun sizlarga ham hozir tavsiya berishyaptimi? Kompaniya haqida a'zo bo'ling, davay biznesga qo'shiling deyaptimi? O'ylab o'tirmanglar. Sizlarda ham juda ham zo'r imkoniyat bor. Hozir ham shu narsa qaytarilgan. Balkim siz ham shunaqa darajada a'zo bo'lib biznesingizni tavakkal qilib boshlab, direktorlikni tezgina ochib 26 million bonus egasi bo'larsiz qizlar. O'shaning uchun o'ylab o'tirish kerak emas. Baribir aytishadi, biznes tavakkalchilarniki. Xuddi shunaqa qizlar. Tezgina biznesingizdan boshlanglar. O'zingizga kerakli bo'lgan misol atirni 20% skidkada sotib olasizlar va 375 ming so'mlik xarid qilganingiz uchun hozir zo'r aksiya ketyapti. Mana shu atirlardan Viking Saga, xolasingiz murskoy, xolasingiz jenskiz. O'sha ikkalovidan bittasini atiga 100 so'mga